Do'stlar, hammaga salom. Stolimda yangi chiqqan MacBook Neo turibdi. Mana shuni sizlarga obzor qilib beraman. Mana shu MacBook Neo'ni qatlidandir topib keldim. Hozirda bozorda sotuvda yo'q, lekin men mana shuni qatlidandir topib keldim. Uning uchun sizlar alohida bitta like bosib qo'yinglar va kanalimga obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi. Chunki juda ham qiziqarli rolik bo'ladi va bu MacBook Neo juda ham ko'pchilik so'raganlar uchun ham mana shuni obzor qilyapman. Nimaga? Chunki narxi arzon. MacBook Neo'ni nima uchun sotib olish kerak? Kimlar sotib olish kerak? Nima maqsadda ishlatish kerak mana shu MacBook Neo'ni? Hammasini mana shu obzorda ko'rib olasiz. Faqatgina sizlar qo'llab-quvvatlab borsanglar bo'ldi. Xo'p, korobkasini men ochib bo'lganman. Xo'p, korobkasining ichidan nimalar chiqadi? Ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bunaqa paketlari. Xo'p. Mana bunaqa 20 vatli original o'zini golovkasi chiqadi. Bu 20 vat. MacBooklarda bilasizlar, 20 vatli golovkalar chiqmagan. Kamida 40 vat, 45 vat, 65 vat, 120 vatli golovkalari chiqqan, lekin bu 20 vatli golovkasi chiqyapti. Ya'ni bu MacBook Neo faqatgina 20 vatda qo'llab-quvvatlaydi bo'ldi va mana bunaqa matoli Type-C kabellar ham chiqyapti. Bo'ldi, boshqa hech narsasi chiqmaydi. Apple endi budjetli MacBooklarni ham chiqarishni boshladi. Mana MacBook Neo ofitsial saytida esa $600, lekin siz zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, u yuzga olib keltirmoqchi bo'lsangiz $700 oshadi. 256 talisi va 512 talisi esa $800 oshib ketadi. Ya'ni $830 bo'ladi demoqchiman. Ya'ni shtatlarni nalogini inobatga olmagan holatda deyapman. Va buni 4 xil rangi bor. Mana qo'limdagi lemon rangi va tomni siniy rangi bor va silver rangi bor va pushti ranglari ham bor. Hamma o'ziga mos rangini o'ziga yoqtirgan rangini sotib olsa bo'ladi. Mana bu rangi juda ham chiroyli, menga yoqdi va korpusi butunlay alyumindan qilingan. Butunlay alyumin. Birorta joyi plastmassa joyi yo'q. Faqatgina mana bu klaviaturalarni etmasa, atay qo'ygan hamma joyi alyumindan qilingan. Portlariga keladigan bo'lsa, ikkita porti bor. Bittasi USB 3.2 Gen 2-pokoleniya, ya'ni 10 gigabitgacha ishlay oladi va siz bu portidan zaryadga ham qo'ya olasiz yokida monitorga ham ulab qo'ysangiz bo'ladi va ikkinchi port esa USB 2.0 bu 480 megabitda qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni siz внешний hard yoki внешний SSD dan ulab qo'ysangiz bo'ladi yoki hub ulab qo'yib yanada portlaringizni ko'paytirsangiz bo'ladi demoqchiman. Va mana bu joyda audio jack bor. Siz kolonkangizni yokida naushniklarni ham ulab qo'ysangiz bo'ladi va kolonkasiga keladigan bo'lsa, ikkita dona dinamikasi bor, kolonkasi bor. Mana bu joyga joylashtirilgan va mana bu joyga joylashtirilgan. Kolonkasini eshitib ko'rasizlarmi? Kolonkasi yaxshi, yomon emas. Men o'zim eshitib ko'rdim va sizlarga ham meni qo'yib beraman. Mana maksimal ovozga qo'ydim. So'ng chiqarishlari juda ham baland, yaxshi. Klaviaturasida podsvetkasi yo'q. Sizga muammo tug'diradi, qanaqa paytda siz xonada yolg'iz o'zingiz o'tirganingizda, ya'ni MacBookdan siz foydalanyapsiz, svetli o'chiq, o'sha paytda klaviaturadagi sonlar, harflar chirog'i yonmaydi va siz har bir sonni yoki qanaqadir harfni qidirishingizga to'g'ri kelib qoladi. Mana shu tomoni bor. Chunki bu budjetli MacBook, bundan ko'p narsa kutish kerak emas. Apple'ga lekin qoyil qolish kerak. Nimaga? Oldinlar faqatgina qimmatbaho bo'lgan device'larni chiqazardi. Mana endi deyarli hamma ustroystolarda budjetli ustroystolar ham bor, ya'ni device'lari bor demoqchiman. iPhone'da ham, mana endi MacBook'da ham bor. Mana MacBook Neo'ni chiqazib qo'ydi. Ya'ni nima demoqchiman? Shu $600, $700 ga ega bo'lgan notebooklar bor-ku, misol uchun kimdir bozorga boradi, menga ofis uchun notebook kerak. Nechta atrofida sotib olsam bo'ladi? $500, $600. Ular o'ylashadiki, ular ham xohlashadi MacBook ishlatishligini. Lekin MacBook o'ylashadiki, juda ham qimmat. Haqiqatan o'zi MacBook qimmat baho bo'lgan device. Misol uchun Air'lari ham, Pro'lari ham juda ham qimmat. Air'larni siz yaxshi sinamoqchi bo'lsangiz $1000 atrofida olasiz, Pro olaman desangiz $1000 dan oshiqroq. Mana endi $1000 dan pastroq bo'lgan MacBooklar ham bor demoqchiman. Ya'ni odamlar faqatgina endi ofis uchun notebook emas, endi ofis uchun MacBook ham sotib olsa bo'ladi demoqchiman. Ya'ni budjetli MacBooklar bilan ham ekosistemasiga o'rgatyapti. Ya'ni Apple ekosistemasiga o'rgatyapti demoqchiman. Ko'pchilik biladi-ku, MacBook Air M1 to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa ko'rinishda
Даже ingichkaligi ham to'g'ri Airchalik yupqa emas, lekin yupqaroq, o'shanga juda ham yaqin. Va ekran dyuymga keladigan bo'lsa, unda MacBook Air M1 da 13.3 diagonal bo'ladigan bo'lsa, bunda ровно 13 diagonal, ya'ni Air M1 ga qaraganda ozgina kichikroq va ekrandagi piksellarning soni 2408 ga 1506. LCD va mana hozir o'zingizlar ko'rasizlar, sifatini yomon emas sifati. 4K videoni qo'yaman, o'zingizlar ko'ringlar. Ranglarni ham yaxshi ko'rsatib beryapti. LCD da faqatgina nimada farq qiladi? Qop-qora rangi qop-qora ko'rsatmaydi, ya'ni ochroq bo'lib ko'rsatadi. Tushunasizmi? Qop-qora bo'lib ko'rsatmaydi, sal ochroq bo'lib ko'rsatadi. O'shanda farq seza olasiz, lekin siz oddiy holatda ishlatayotgan paytingizda unaqa farq seza olmaysiz. Endi buni batareykasiga keladigan bo'lsak, MacBook Neo'ni xo'p, Apple degan aytishligi bo'yicha 16 soatga yetar ekan, lekin 16 soatga yetmaydi. Tinimsiz ishlatsangiz, neta sizga 7 soat, 8 soat xizmat qiladi. Tinimsiz MacBook Neo'dan foydalansangiz, mana shu MacBookdan. Men bemalol ayta olaman, boshqa budjetli segmentga ega bo'lgan notebooklarga qaraganda ham va boshqa segmentga ega bo'lgan notebooklarga ham bularni batareykasi, ya'ni MacBooklarning batareykasi zo'r va MacBooklarning batareykasiga yetadigani yo'q. Siz notebook sotib oldingizmi, Windows notebook sotib oldingizmi, oldingizda zaryadga ko'tarib yuraverasiz. 100talik. Chunki ular 3 soat, 4 soatga yetadi. MacBooklarning batareykasi esa 7 soat, 8 soat, 9 soat va hattoki 10 soatga ham xizmat qiladi. Siz spyashi rejimga qo'yib qo'ysangiz ham, MacBookingizni qo'yib qo'ydingiz. Mana hozir men MacBookimni qo'yib qo'ydim deylik spyashi rejimga. Soat 16:06 bo'ldi. Ertasi kuni soat mana shu vaqtda 16:06 da MacBookimni ochsam, o'sha zaryadga turgan bo'ladi. 1% ham bateriya bo'lmagan bo'ladi. Notebookda esa zaryadkasi o'tirib bo'lgan bo'ladi va zaryadkasi tugab qoldi deysiz, yana zaryadga qo'yishingizga to'g'ri keladi. MacBookda unaqa narsani siz umuman kuzatmaysiz. Shaxsan nimaga bu gaplarni gapiryapman? Chunki men o'zim yillar davomida MacBook ishlatib yurganligim uchun o'zimdan kelib chiqqan holatda shu narsani aytyapman. Siz MacBook Neo sotib olganingizdan keyin MacBook Neo'ni tezroq zaryadlashim kerak deb 65 watt yoki 140 wattli adapterlarda yoki 120 wattli adapterlarda zaryadlab o'tirmang. O'zini korobkasidan mana bunaqa 20 wattli golovkasi chiqadi, adapter chiqadi. Mana shu adapter orqali siz zaryadlang. Har xil adapterlar tiqib zaryadlamang iloji boricha, chunki bunda ham MacBooklarda ham 2020-yildan, ya'ni M chiplari chiqqandan beri bularda ham yo'mkis degan narsa bor, sikl degan narsa bor, batareya yo'mkislari bor, ya'ni batareya holatlarini ko'rib tursanglar bo'ladi, xuddi iPhone kabi. Xo'p, va mana bu adapter MacBook Neo uchun mo'ljallangan va mana bunaqa katta adapterli MacBooklardan chiqadigan bor-ku, Airlardan, Prolardan va o'sha MacBooklar uchun mo'ljallangan demoqchiman. Tushunasizmi? O'shaning uchun o'zidan chiqqan golovkasidan har doim foydalanib yuring. Mana hozir MacBook Neo'da oldi kamerasida videoga tushiryapman. O'zi menga MacBooklarni kamerasi, ya'ni oldidagi kamerasi juda ham yoqadi. Boshqa oddiy notebooklarga qaraganda juda ham yaxshi va sifatli. Hattoki mikrofonlari ham. Men shu paytgacha ko'rmaganman MacBookchalik oldidagi kamerasi zo'r bo'lgan, sifatli bo'lgan notebook haligacha ko'rmaganman. MacBookga juda ham sifatli va ovozlarni ham yaxshi yoza oladi, ya'ni mikrofonlari ham demoqchiman. Mana o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Endi to'g'ri sifat sal pastroq bo'lishi mumkin bu, chunki bu budjetli MacBook, lekin MacBook Pro'larda yoki Air'larda videoga tushirsangiz juda ham sifatliroq bo'ladi bunga qaraganda demoqchiman, lekin bu ham yomon emas. Juda ham yaxshi deb o'ylayman. MacBook Neo'ni protsessoriga keladigan bo'lsak, men boshida o'zi hayron qolib yurdim. O'zi insiderlar yangi chiqadigan MacBooklarga A18 Pro chip qo'yiladi deb aytishyapti. Men ishonmayotgandim va mana shu MacBook Neo chiqib bo'lgandan keyin, qanaqa chiplar o'rnatilgandan keyin men eshitib shokka tushib qoldim. Ya'ni bunga A18 Pro chip o'rnatib qo'yishgan va MacBook Neo ishlayapti. Ya'ni bu iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max'dagi qo'yilgan chip, A18 Pro chipi shunda olib, shunda MacBookga Neo'ga ko'chirib qo'yishgan.
Ya'ni Apple nima demoqchi? Bizani smartfonimizdagi chip shunaqa darajada kuchliki, biza hattoki MacBooklarga qo'yib ham biz ishlata olamiz deyapti. M-chiplarni men gapirib o'tirmayman. M-chiplari juda ham dahshat, chunki men o'zim har doim mana M-chiplardan foydalanib kelaman, ya'ni M1 Prodan foydalanib kelaman. Juda ham dahshat. Mana bu ham yomon emas. Bu A18 Pro chip M1, ya'ni MacBook Air M1 dan yaxshiroq ishlab beryapti, ya'ni tezroq ishlab beryapti. Va natijalarni o'zingizlar mana ekraningizda ko'rsanglar bo'ladi demoqchiman. M1 dan, ya'ni Geekbench dan single core da ham, multi core da ham ko'proq ball olgan A18 Pro chip. Aytgancha o'zingiz uchun ham bilib qo'ying, iPhone 16 Pro'ingiz, iPhone 16 Pro Max'ingiz qanaqa darajada kuchliligini. Xo'p, yadrlarga keladigan bo'lsak, CPUsi 6 ta yadr, GPUsi esa 5 ta yadr va Neural Engine, ya'ni sun'iy intellektga javob beradigan prosessor esa, ya'ni yadr demoqchiman, 16 ta yadr, ya'ni bu sun'iy intellektda ham qo'llab-quvvatlaydi Apple Intelligence. MacBook Neo'ni endi sovutish tizimiga keladigan bo'lsak, o'zi MacBooklarda ikki xil sovutish tizimi bor. Passiv sovutish tizimi bor, ya'ni u kullersiz, ya'ni radiator korpus bo'ylab issiqlik chiqib ketadi. Aktivda esa ichida kulleri bor, ya'ni qizib ketsa issiqlikni kuller yordamida chiqazib yuboradi. U faqatgina Pro modellarda bor, hattoki Air modellarida ham passiv sovutish tizimi, ya'ni unda hech qanaqa ventilyator yo'q, radiator bo'ylab, korpus bo'ylab issiqlik chiqib ketadi. MacBook Neo'da ham xuddi shunaqa passiv sovutish tizimiga ega. Ya'ni siz og'irroq ishlar qiladigan bo'lsangiz, korpusi, ya'ni mana bu joylari alyuminlari tezroq qizib ketadi va qizgan sari MacBook ozgina bo'lsa ham qochishni boshlaydi. Buni trackpadida Force Touch texnologiyasini qo'llab-quvvatlamaydi. Force Touch texnologiyasini MacBook ishlatib yurganlar biladi. Ya'ni u Air modellarda va Pro modellarda bor. Ya'ni nima demoqchiman? Bu narsaga siz kirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni trackpadida siz qattiqroq bosib tursangiz, qattiq bosganingizda trackpad sezadi va sizga qo'shimcha funksiyalarni chiqazib beradi. Ya'ni Force Touch texnologiyasini qo'llab-quvvatlasa demoqchiman. Bunda bunaqa emas, oddiy klik orqali siz qo'shimcha funksiyalarni chiqarsangiz bo'ladi demoqchiman. Atak siz bu narsani MacBook ishlatadiganlar bu narsadan ko'pchilik foydalanmaydi deb o'ylayman. Shaxsan men o'zim bu narsadan ham ko'proq foydalanmayman. Hech qanaqa siz raznica, farq sezmaysiz deb o'ylayman. Lekin MacBookga trackpad menga juda ham yoqadi. Ko'proq destlar bor, ko'proq vazifalarni bajarsangiz bo'ladi. Xullas, juda ham qulayliklari ko'p va siz o'zingizga buni moslab olsangiz bo'ladi demoqchiman. Buni ekran gersi 60 Hz da ishlaydi. Promotion emas, Pro'lar kabi. Va yana bir narsani sizlarga aytib ketaman. MacBook Neo'da ikki xil varianti bor. Ya'ni 256 ta xotiralisi bor va 512 talisi bor. 1 terabaytlisi yo'q, lekin 256 talik bilan 512 talikda farqi nimada? Xo'p, eng asosiysi, 256 talisida Touch ID yo'q. Ya'ni отпечатkingizni qo'ya olmaysiz, ya'ni blokdan ochayotgan paytingizda отпечатkingiz orqali ocha olmaysiz, faqatgina parol orqali ocha olasiz. 256 talik. 512 talisida esa отпечаткasi bor. Mana menda hozir ya'ni fulli, ya'ni 512 talizni bemalol отпечаткамni qo'ya olaman. Mana shu отпечаткalisini iloji boricha sotib oling har doim. MacBook Neo'dan tashqari umuman siz Air sotib olasizmi? O'sha Pro'larda 256 taliz yo'q, eng kamida 512 tali, Airlarda haligacha 256 taliklari bor. Siz MacBook sotib o'tgan paytingizda iloji boricha 256 talisini sotib olmang. Iloji bo'lsa 512 tali sotib oling yoki 1 terabaytlikni sotib oling. Ertaga siz joydan qiynalib qolasiz. Yo'q, men joydan qiynalmayman, men SSD ulab olaman yoki qo'shimcha kartli ulab olaman yoki flashli ulab olaman deyish bu xato. Mana shunaqa deb o'ylardim boshda, lekin xato qilgan ekanman. Shu narsani keyin tushunib yetdim. O'shaning uchun sizlarga bo'lishyapman. Iloji boricha 512 tali yoki 1 terabaytlikni sotib oling. 256 talisini sotib oldingizmi, SSDni uskarenasi kamroq bo'ladi. MacBooklarda shunaqa. Iloji boricha kattaroq pamyat xotirali egalisini sotib olsangiz, 512 talikmi 1 terabaytlikni sotib olsangiz, uskarenasi tezroq bo'ladi. Ya'ni narsa tashlashingizni, narsa yozib olishingizda, ya'ni chiteni zapsida tezroq bo'ladi va xotirangiz ham tezroq to'lib qolavermaydi. 5-6 ta programma yozganingizdan keyin xotirasi tez to'lib qoladi, keyin hard yoki SSD ulashingizga to'g'ri keladi va ularni uskarenasi MacBookga o'zini stroyni SSDchalik uskareni bo'lmaydi.
O'shaning uchun iloji boricha MacBook sotib oldingizmi, 512 ta yoki 1 terabaytlisini sotib oling. O'zi MacBookni nima uchun sotib olishadi? Asosan ish uchun, o'yin uchun emas. O'yin uchun o'zi igrovoy notebooklar bor, igrovoy kompyuterlar bor. Ular yaxshiroq. Lekin MacBooklar ham mana sekin-sekin o'yinlarga, ya'ni o'yinlar MacBookga ham sekin-sekin optimizatsiya bo'lib kelyapti. Ya'ni yangi chiqayotgan o'yinlarni ham siz o'ynay olsangiz bo'ladi. Ya'ni sizda MacBook Pro bo'ladigan bo'lsa, ya'ni M1 yoki M2, M3, M4 bo'ladigan bo'lsa yoki yangi chiqqan M5 chiplar bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol yangi chiqqan o'yinlarni o'ynasangiz bo'ladi. MacBookda ham. To'g'ri, ozgina qochishlar, ozgina buglar, laglar kuzatiladi. Oxirgacha optimizatsiya yaxshi qilinmagan bo'ladi. Kompyuterchalik bo'lmaydi, lekin amallab o'ynasangiz bo'ladi. Mana hozir men GTA Vice City o'ynayapman. To'g'ri, bu katta o'yin emas, bu lekin обновление versiyasi 60 FPS da o'ynayapman. Xohlasangiz 30 FPS da, xohlasangiz 60 FPS da o'ynasangiz bo'ladi. Yomon emas. Bu A18 Pro chipda o'ynayapman. Endi M chiplarni tasavvur qiling. Undan ham yaxshiroq ochib beradi va og'irroq bo'lgan va yangi chiqqan o'yinlarni ham o'yin olsangiz bo'ladi demoqchiman. Lekin baribir MacBook sotib oladigan odamlar o'yin uchun sotib olmaydi deb o'ylayman. Faqatgina ish uchun sotib oladi. Shaxsan men o'zim ham mana MacBook'im, mana M1 Pro'im bor. Men bunda birorta o'yin o'ynamayman. Faqatgina men bunda montaj qilaman, dokumentlarimni tayyorlayman, ssenariylar yozaman va hokazo va boshqa ishlarni qilaman asosan. Именно o'yin uchun men igrovoy pristavkam bor, PlayStation yokida kompyuterim bor. Asosan MacBook ishlatadiganlar o'yin uchun emas, ofis ishlari va montaj uchun va zvuk bilan shug'ullanadigan odamlar, ko'proq akustika bilan shug'ullanadigan odamlar sotib oladi. Zerikkan paytda ham mana shunaqa o'yinlarni tortib turadi va siz yozolsangiz bo'ladi mana shunaqa o'yinlarni. Agarda sizga MacBookingizga o'yinlar kerak bo'ladigan bo'lsa va sizga qiziqroq bo'ladigan bo'lsa, men o'yinlarni mana silkasini qoldiraman opsiyaga. Mana shu saytga kirib, MacBookingiz uchun o'yinlarni yuklab olsangiz bo'ladi. Juda ham har xil o'yinlar bor, shooterlar bor, action o'yinlar bor, gonkali o'yinlar bor demoqchiman. Bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Mana MacBook Neo'da biz o'yin o'ynab ko'rdik, to'g'rimi sizlar bilan? Endi montaj qilsa bo'ladimi deb so'rashingiz mumkin. Ha, bo'ladi, faqatgina og'ir montajlar emas. Ya'ni kichikroq bo'lgan rilslar bor-ku, 1 minut, 2 minutli rilslarni siz bemalol montaj qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz CapCut'da, xohlasangiz Adobe Premiere'da. Mana hozir men Adobe Premiere 2026 o'rnatib olganman va o'zimning videoyim 2 minutli videoyim. Ya'ni bu 4K 60 ta kadrda videoga tushirilgan. Hozir ko'zingizlarning oldida 4K 60 ta kadrda eksport qilib ko'ramiz va qancha vaqtda, necha minutda eksport qila olarkan, ya'ni 2 minutli rilsi. Men bunga hech qanaqa effektlar, hech qanaqa kadrlarni ham bo'yamaganman. Hammasini tayyorlab qo'yganman. Xo'p, belgilab olamiz. Xo'p, va endi eksportni bosamiz. Xo'p, mana bu yerda nomini yozamiz, Aziz deb yozib qo'yamiz va bu yerda 4K formatni belgilab qo'yamiz. Mana 4K va format H264. Mana eksportni bosamiz va sekundomerni ham bosib yubordik. Qancha vaqtda eksport qilar ekan ko'ramiz 2 minutli rolikka, ya'ni rilsda demoqchiman. Mana eksport bo'ldi 3 minut 52 sekundda. Xo'p, mana bu videoyimiz edi. Ya'ni mendan juda ham ko'pchilik so'raydi. iPhone'ning kamerasini qanaqa to'g'ri nastroyka kameraga kirib qo'yganimizdan keyin nazar qilamiz. 2 minutli rolikka salkam 4 daqiqada, ya'ni 4 minutda eksport qildi. Bu yomon emas, yaxshi ham emas. Bunda chunki hech qanaqa effektlar va ranglar berilmagan, hattoki tagiga muzikalar ham qo'yilmagan. Tayyor original faylni kesib, ulab hammasini belgilab turib, ko'zingizning oldida eksport qildim. Boshlang'ich montajyorlarga bo'ladi deb o'ylayman. CapCut'da ham, Adobe Premiere'da ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi, lekin Final Cut'larda ozgina qiynaladi. Professional montajyorlarga esa bu MacBook Neo umuman to'g'ri kelmaydi. Faqatgina Pro chipga ega bo'lganlar, ya'ni MacBook Pro, M1 Pro yoki M2 Pro yoki M3 Pro yoki M4 Pro'larda montaj qilsangiz bo'ladi. Lekin bunaqa chipda, ya'ni A18 Pro chipda qilsangiz bo'ladi, faqatgina kichikroq bo'lgan 1 minut 2 minutli bo'lgan rolikka rilsa qilsangiz bo'ladi. Faqatgina o'shanda ham bo'yamasdan, har xil effektlar bermasdan eksport qilsangiz bo'ladi va o'shanda sal ozgina bo'lsa ham tezroq eksport qiladi. Siz qancha bo'yaganingiz sari ko'proq effekt
ishlatganingiz sari eksportda vaqti ham cho'zilib boraveradi. Lekin boshlang'ich montajyorlarga bo'ladi deb o'ylayman. Xuddi siz iPhone 16 Pro, 16 Pro Max'ingizda montaj qilasiz-ku, CapCut'da. Bunda ham xuddi shu ishni MacBook Neo'da ham qilsangiz bo'ladi, agarda siz boshlang'ich bloger bo'lsangiz ham demoqchiman. Shunaqa. Mana shu MacBook Neo bo'yicha o'zimni xulosamni aytadigan bo'lsam, men ikkita minusini ko'rdim. Ya'ni o'zim 3-4 kun ishlatib ko'rdim, bildim. Birinchi bo'lib, klaviaturasida podsvetkasi yo'q. Kechqurun MacBook Neo'dan foydalanayotgan paytingizda xonangizdagi chiroqlar o'chiq, MacBook Neo'da siz kino ko'rmoqchisiz yoki qanaqadir serial ko'rmoqchisiz, o'sha serialni siz poisk berib qidirib topishingiz kerak. O'sha paytda siz klaviaturadagi sonlarni, harflarni ko'rmasligingiz mumkin. Ekrandagi yorug'ligi babi klaviaturani yoritib bera olmaydi. Tushunasiz? Podsvetkasi yo'q demoqchiman. Va ikkinchi bo'lib, ikkita Type-C portdan iborat. Ya'ni siz cheklangansiz. Bitta portini siz monitorga ishlatgansiz, ikkinchi portini SSDni ulab qo'ygansiz va vaholanki MacBookka zaryadkasi kamayyapti, siz zaryadkaga qo'yishingiz kerak. Unda o'zi zaryadkaga qo'ya olmaysiz. Siz hab sotib olishingiz kerak. Ya'ni 300 ming, 400 ming, nari borsa 500 mingga yaxshi hab beradi. Hab sotib olib ishlatib yursangiz bo'ladi. Mana ikkita shu minusini ko'rdim. Xo'p, plyuslariga keladigan bo'lsak, ekrani yaxshi, ranglarni juda ham yaxshi ko'rsatib beryapti. Oldidagi kamerasi ham juda ham sifatli va ishlashi ham tezroq, hattoki M1 dan ham yaxshiroq demoqchiman. Ya'ni MacBook Air M1 dan ham yaxshiroq. Boshlang'ich montajyorlarga va boshlang'ich blogerlarga bemalol mana shu MacBook Neo'ni tavsiya qila olaman. Hattoki ofis ishlari uchun ham juda ham idealniy MacBook. Nimaga? Chunki kichkina, ixchamgina sumkangizga sig'ib ketaveradi. Hattoki qo'lingizda ham ko'tarib ketaversangiz bo'ladi. Og'ir emas, qo'pol emas, tushunasizmi? Va abituriyentlar uchun, studentlar uchun ham mana shu MacBook Neo ideal. Word desangiz, Excel desangiz, mana shu MacBookda ham bemalol Wordlarni ham, Excellarni ham, PowerPointlarni ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hattoki o'yin o'ynab ham ko'rdim. Bemalol o'ynayapti mana shu MacBook Neo. Narxiga arziydi. Nimaga unaqa deyapman? Mayli, $600 emas deydi, $700 deydi. $700 MacBook Neo sotib oldingiz. Siz $700 qanaqa notebook sotib olasiz? Yangi. Office notebook sotib olasiz, lekin o'sha sizga 1 yil, 2 yil, nari borsa 3 yil xizmat qiladi. 4 yil, 5 yildan keyin o'sha eskiradi, tamom bo'ladi. Batareykasi ham, o'zi ham. Siz MacBook sotib oldingizmi? 5 yil, 6 yil umuman unaqa narsalarni o'ylamaysiz. Batareykasi ham yaxshi chidab beradi, ishlashi ham o'sha barqarorligi stabilniy bo'ladi va siz Apple ekosistemasini sotib olasiz. Agar sizning qo'lingizda iPhone'ingiz bo'ladigan bo'lsa, MacBookingiz bilan shunaqa zo'r chiqishadi. Xohlasangiz MacBookingizdan turib iPhone'ingiz boshqarsangiz bo'ladi. Telefon bo'lsa ham MacBookingiz orqali ham qo'ng'iroqlarga javob bersangiz bo'ladi. Xullas, juda ko'p возможностьlari, juda ham ko'p funksiyalari bor. Xullas, puliga stoyt deb bemalol ayta olaman. Именно shu abituriyentlar, studentlar uchun va ofis ishlari uchun juda ham ideal MacBook. Obzor mana shundan iborat edi. Keyingi roliklargacha ko'rishguncha sizlar bilan aziz bo'ldi va xudo xohlasa keyingi rolik o'zimman kompyuterimni obzor qilaman.